eslab qolish, yodlab olish qobiliyatingiz pasaymoqdami? Ushbu retseptimiz aynan siz uchun. Buning uchun bizlarga oddiy yong'oq kerak bo'ladi. Aynan shunday yashil po'stloqli. Sarg'ayishga ulgurganlarning tarkibida yod juda oz miqdorda bo'ladi. Iloji boricha yam-yashilini terishga harakat qilinglar. Buning uchun 9-10 dona bizga yong'oq po'stloqlari kerak bo'ladi. Yong'oqni o'zi emas, aynan ustidagi yashil po'stloqlarini ajratib olishdan ishimizni boshlaymiz. Ushbu retseptimiz buqoqning har qanday turida juda samarali foyda beradi. Mana po'stloqlarni ajratib, shunaqa ko'rinishda to'g'rab ham oldik. Tarkibidagi yod miqdori ko'pligidan o'sha qo'llarim sarg'ayib, mana qaranglar, yod rangiga kiryapti. Endi buni qaynab turgan suv quyamiz, tog'orachaga solib, ustidan 1 litr qaynab turgan suv quyamiz hamda 10 daqiqa qaynatib olamiz. Tindirib sovutganimizdan so'ng, mana hali ham sovimabdi. Bu shunaqa ko'rinishdagi damlama bo'ladi. Bu damlamani bemalol oilaviy ichsak ham bo'ladi. 5 kishilik doza bu. Bir osh qoshiqdan 3 mahal och qoringa 10 kun davomida ichiladi. Profilaktika uchun bir oyda bir marta tayyorlasanglar bo'ladi. Aynan hozirgi davrdagi yong'oqni yashil paytida terib, to'g'rab quritib olib qo'ysanglar ham bo'ladi po'stlog'ini. Qachon zarurat bo'lsa, bemalol tayyorlashingiz mumkin. Sinab ko'rish uchun 3 kunga ichib ko'ringlar. Qur'oni Karimdagi istalgan bitta oyatni yodlashga urinib ko'rsangiz, o'zingizdagi xotirangizdagi o'zgarishni o'zingiz his qilasiz. Maktab yoshidagi bolalarga ham mumkin. 6 yoshdan katta bo'lgan bolalarga bir osh qoshiqdan bir kunda bir mahal 10 kun ichiladi. Kattalarga esa bir osh qoshiqdan 3 mahal 10 kun davomida ichiladi. Karajatlarini yodlay olmaydigan, diqqat qila olmaydigan, bitta joyda o'tira olmaydigan bolajonlarimizga обязательно jigarga qarshi preparatimizni qo'llab, mana shu damlamadan ichirib boringlar. Xotirasi qorilarnikidek bo'ladi inshaalloh.